Va xususan shom namozlaridan keyin mana shu ikkita surani o'qib inson o'ziga dam solishligi sehrni qaytaradigan ishlardan. Ana shu sehrga taalluqli bo'lgan bir qancha bir oyatlar bor. Duolar: A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi va la fis samai va huwas samiul alim. Kishi mana shu ma'sur duolarni o'qib yurar ekan, inshaalloh sehr unga ta'sir qilmaydi. Endi insonga shu ishlarni qilgandan keyin ham sehr ta'sir qilishi mumkinmi? Mumkin. Insonni ichiga jin yoki sehr yoki bir shaytonni kirishligini koridorlari bo'ladi. Shulardan bittasi, inson bir narsadan qattiq qo'rqib ketgan paytda zaiflik holati paydo bo'ladi dedi ulamolar va ichiga ana shu sehr yoki jin kirishlik ehtimoli bor deydi. Yana bitta yo'li inson ichiga najosatni o'tishligi. Bu qil bo'ladimi, tirnoq bo'ladimi, qat'iy nazar. Shu narsa inson ichiga o'tar ekan, jinni ichiga kirishligiga, sehrga ro'baro bo'lishiga bir sabab ochilib qoladi. Shuning uchun kattalarimiz boshingga kiyib o'tir. Tirnog'ingni bir chekada ol. Shunga o'xshagan chiroyli gaplar bo'lgan, o'zi asli bu shariatdan bo'lgan. Bizga urf-odat qatorida qolib kelavergan.